Qadim zamonlarda keng dashtlar, tog'lar va cho'llarda qudratli bir xalq yashagan, ularning nomi tarix sahifalariga oltin harflar bilan bitildi. Bu turkiy xalqlar edi. Ular qachonlardir Buyuk Hun imperiyasidan boshlangan, keyinchalik Gökturklar, O'g'uzlar, Qoraxoniylar kabi buyuk davlatlarni barpo etgan. Har bir davlati kuch, jasorat va ozodlik ramzi bo'lib, tarixiy merosimizga aylangan. Bugun biz siz bilan tarixning chuqur qatlamlariga nazar solamiz va qadimgi turkiy davlatlarning shakllanishi, ularning buyuk hukmdorlari va dunyo tarixidagi o'rni haqida gaplashamiz. Qadim zamonlarda keng dashtlar, baland tog'lar va cheksiz cho'llarda jasur xalq yashardi. Ularning nomi tarixda oltin harflar bilan bitildi. Bu xalq Hunlar edi. Miloddan avvalgi 3-asrlarda ular birlashib, tarixdagi birinchi buyuk turkiy imperiyani, Buyuk Hun imperatorligini barpo etdilar. Hunlarning ilk hukmdori To'man edi. Lekin imperiya chinakam kuchini uning o'g'li Metexon davrida topdi. Metexon taxtga 209-yilda o'tirdi. U qo'shinlarni qayta tuzdi va harbiy intizomni kuchaytirdi. Hun lashkarlari 10lik, 100lik, 1000lik bo'linmalarga ajratildi. Bu tizim keyingi barcha turkiy davlatlar uchun namunaga aylandi. Metexon davrida Hun imperiyasi eng qudratli davlatga aylandi. Sharqda Manjuriyadan Koreyagacha, g'arbda Kaspiy dengizigacha, janubda esa Shimoliy Xitoygacha hududni egalladi. Hun lashkarlari Xitoyni bo'ysundirib, ularni Buyuk Xitoy devorini qurishga majbur qildi. Ammo vaqt o'tishi bilan ichki nizolar kuchaydi. Miloddan avvalgi 1-asrda Hun imperiyasi ikki qismga bo'linib ketdi: Sharqiy Hunlar va G'arbiy Hunlar. Sharqiy Hunlar Xitoy ta'siriga tushib yo'qoldi. G'arbiy Hunlar esa g'arbga yurib, O'rta Osiyo va Yevropaga ko'chdi. Ular keyinchalik Attila davridagi Yevropa Hun imperiyasiga asos soldi. Buyuk Hun imperatorligi turkiy xalqlar tarixidagi birinchi buyuk davlat bo'ldi. Ularning intizomli qo'shini, kuchli boshqaruvi va erkinlikka intilishi keyingi asrlarda Gökturklar, Uyg'urlar, Qoraxoniylar kabi turkiy davlatlarga ilhom manbai bo'ldi. Hunlarning merosi bizning tarixiy ildizimizdir. Buyuk Hun imperiyasi parchalanib, ikki qismga bo'lindi: Sharqiy va G'arbiy Hunlar. Sharqiy Hunlar Xitoy ta'siriga tushib, asta-sekin yo'q bo'ldi. Ammo G'arbiy Hunlar tarixda yangi bir davrni boshlab berdi. Ular tarixda G'arbiy Hun imperatorligi nomi bilan tanildi. Vujudga kelishi. Milodiy 1-asrda sharqdan g'arbga siljigan Hun qabilalari O'rta Osiyo va Sirdaryo bo'ylariga joylashdi. Ular o'z davlatini barpo etib, asta-sekin Kavkaz, Kaspiy bo'yi va hatto Sharqiy Yevropaga ham tarqaldi. G'arbiy Hunlar otliq qo'shinlari bilan mashhur edi. Ularning tezkor yurishlari va jang usullari Yevropa xalqlariga qo'rquv solardi. Aynan G'arbiy Hunlarning ko'chishi tufayli Yevropada mashhur xalqlarning buyuk ko'chishi jarayoni boshlandi. G'arbiy Hunlarning g'arbga siljishi natijasida ular yangi tarixiy davlat, Yevropa Hun imperatorligiga asos soldilar. Keyinchalik bu imperiya mashhur hukmdor Attila davrida eng qudratli cho'qqisiga chiqdi. G'arbiy Hunlar imperatorligi Buyuk Hun imperiyasining davomchisi bo'lib, Markaziy Osiyodan Yevropaga qadar ulkan ta'sir ko'rsatdi. Ularning harakatlari Rim imperiyasini zaiflashtirdi va Yevropa tarixining yangi sahifasini ochdi. G'arbiy Hunlar turkiy xalqlar tarixining buyuk meroskorlari edi. To'rtinchi-asrning oxirlarida dashtlardan kelgan qo'rqinchli xalq Hunlar Yevropa tarixining eng buyuk o'zgarishlarini boshlab berdi. Ular tez orada Rim imperiyasini titratgan, tarixda iz qoldirgan ulkan davlat Yevropa Hun imperiyasini barpo etdilar. Hunlar dastlab Qora dengiz bo'ylariga kelib joylashdi. Ularning kuchayishi bilan butun Yevropada xalq ko'chishlari boshlandi. Bu jarayon tarixda xalqlarning buyuk ko'chishi nomi bilan mashhur bo'ldi. Imperiyaning eng qudratli davri buyuk hukmdor Attila davriga to'g'ri keladi. U 434-yildan 453-yilgacha hukmronlik qildi. Attila Yevropada qo'rquv ramziga aylandi. Rimliklar uni Xudoning jazosi deb atashardi. Hun qo'shinlari Sharqiy Rimni o'ziga bo'ysundirdi, G'arbiy Rimga esa ketma-ket hujumlar uyushtirdi. Hatto 452-yilda Attila Italiyaga bostirib kirib, Rim darvozalariga qadar yetib bordi. Ammo Attila vafotidan keyin imperiya tez orada zaiflashdi. Uning o'g'illari o'rtasidagi taxt kurashlari davlatni bo'lib tashladi. 469-yilga kelib, Yevropa Hun imperiyasi tarix sahnasidan butunlay yo'qoldi.
5-asrning o'rtalarida Markaziy Osiyo dashtlaridan qudratli xalq oqxunlar tarix maydoniga chiqdi. Ular qisqa vaqt ichida butun mintaqaga ta'sir o'tkazgan ulkan davlatni barpo etdilar. Tarixda bu davlat Eftalitlar imperiyasi nomi bilan mashhurdir. Oqxunlar dastlab Sirdaryo bo'ylarida kuch to'pladilar. Keyinchalik ular Afg'oniston, Eron va Shimoliy Hindistongacha yetib bordilar. Poytaxtlari Balx va Poykand shaharlarida bo'lgan. Oqxunlar o'zining otliq kamonchilari bilan mashhur edi. Ular tezkor yurishlari bilan Sosoniylar imperiyasini zaiflashtirdilar. Hatto Hindistondagi Buyuk Gupta imperiyasini ham larzaga keltirdilar. 6-asrda Markaziy Osiyo dashtlarida yangi kuch, Ko'k Turklar imperiyasi vujudga keldi. Bu davlat ilk bor Turk nomini tarix sahnasiga olib chiqdi va turkiy xalqlarni yagona bayroq ostida birlashtirdi. Ko'k Turklar 552-yilda Bum Xoqon boshchiligida tashkil topdi. Ular avval Juanjuanlarni tormor etib, mustaqil davlat barpo etdilar. Poytaxtlari O'tokan bo'lib, bu joy muqaddas markaz sifatida qadrlandi. Ko'k Turklar qisqa muddat ichida sharqdan g'arbga, Xitoydan Qora dengizgacha cho'zilgan ulkan hududni egalladilar. Ularning davlat tuzilmasi qabila ittifoqi asosida tashkil qilingan bo'lib, Xoqon va beklar tomonidan boshqarilgan. 6-asrda Yevropa tarix sahnasiga yangi ko'chmanchi xalq, avarlar chiqdi. Ular qisqa vaqt ichida Dunay bo'ylari va Markaziy Yevropada qudratli davlat, Avar imperiyasini barpo etdilar. Avarlar dastlab Markaziy Osiyo dashtlarida yashagan. Keyinchalik ular g'arbga siljib, Vizantiya imperiyasi chegaralariga yetib kelishdi. 567-yilda ular Dunay bo'ylarida mustahkam o'rnashib, o'z imperiyalariga asos soldilar. Avarlar o'zining otliq jangchilari va qamal qurollari bilan mashhur edi. Ular ko'plab yurishlar qilib, Vizantiya imperiyasini zaiflashtirdilar va hatto Konstantinopolni ham bir necha bor qamal qildilar. Xazar imperiyasi 7-10-asrlarda Shimoliy Kavkaz va Volgadan Qora dengizgacha bo'lgan hududni taxminan 650-965-yillar oralig'ida hukmronlik qilgan kuchli savdo markazi bo'lgan. Xazar xoqonati turkiy xalqlardan tashkil topgan bo'lib, o'zining savdo yo'llari, madaniy xilma-xilligi va yahudiylikning davlat diniga aylanishi bilan mashhur edi. Uning tanazzuli Kiyev Rus tomonidan 960-yillarda Xazar imperiyasini mag'lub etgandan so'ng boshlangan. 8-asrda Markaziy Osiyo dashtlarida yangi turkiy davlat, Uyg'ur xoqonligi vujudga keldi. Bu davlat qisqa vaqt ichida ulkan hududni egallab, tarixda o'z izini qoldirdi. 745-yilda Ko'k Turklar imperiyasi qulagach, Uyg'urlar ularning o'rnini egalladi. Poytaxti Ordubaliq bo'lib, bu shahar turkiy xalqlar tarixidagi ilk yirik shahar markazlaridan biri edi. Uyghur davlati Xitoy Tang sulolasi bilan ittifoq tuzdi va ko'plab harbiy yurishlarda ishtirok etdi. Ularning otliq qo'shinlari dashtda eng kuchlilardan biri hisoblangan. 10-asr o'rtalarida Movarounnahr va Sharqiy Turkiston hududida yangi turkiy davlat, Qaraxoniylar imperiyasi tashkil topdi. Bu davlat islomni qabul qilgan birinchi turkiy sulola sifatida tarixda o'chmas iz qoldirdi. Qaraxoniylar sulolasi Yettisuv va Farg'ona vodiylarida kuchayib, Somoniylar davlatiga qarshi kurash olib bordi. 999-yilda ular Buxoroni egallab, yangi davrni boshlab berdi. Qaraxoniylar davrida shaharlar gullab yashnadi, savdo yo'llari rivojlandi. Ular Qur'on maktablari, masjidlar va madrasalar barpo etdilar. Aynan shu davrda Yusuf Xos Hojib Qutadg'u Biliq asarini yozdi. Qaraxoniylar musulmonlikni davlat dini sifatida e'lon qildilar. Bu hodisa turkiy xalqlar orasida islom madaniyatining keng tarqalishiga sabab bo'ldi. 12-asrda Qaraxoniylar davlati ichki nizolar va tashqi bosqinlar tufayli zaiflashdi. Saljuqiylar va Qora Xitoylar bosimi ostida davlat asta-sekin parchalanib ketdi. Qaraxoniylar imperiyasi turkiy xalqlarining siyosiy, diniy va madaniy uyg'onish davriga yo'l ochdi. Ularning merosi bugungi Markaziy Osiyo tarixining muhim qismidir. 10-asr oxirlarida Markaziy Osiyo siyosiy maydonida yangi kuch paydo bo'ldi. Bu kuch G'aznaviylar davlati edi. Ularning markazi hozirgi Afg'oniston hududidagi G'azni shahri bo'lib, davlat nomi ham shu joydan kelib chiqqan. Somoniylar zaiflashgach, ularning sarkardalaridan biri Alptegin G'aznida mustaqil hokimiyat o'rnatdi. Uning ishini shogirdi Sobiqtegin davom ettirdi.
Ammo G'aznaviylar qudratining eng yuksak davri Sobiqtegindan keyin taxtga chiqqan o'g'li Mahmud G'aznaviy davriga to'g'ri keldi. Mahmud G'aznaviy Hindistonga 17 marotaba yurish qildi. U nafaqat boylik, balki ilm va madaniyatni ham G'aznaga olib keldi. Uning yurishlari natijasida G'aznaviylar davlati g'arbda Eron, sharqda Hindiston, shimolda Movarounnahrgacha kengaydi. 11-asrda cho'llardan ko'tarilgan turkiy urug'lar, Saljuqiylar qisqa vaqt ichida dunyoning eng qudratli imperiyalaridan birini barpo etdilar. Ular qilich bilan g'alaba qozondilar, lekin ilm va adolat bilan buyuklikka erishdilar. Bu Tug'rulbek, Alp Arslan va Malikshoh davrida yuksalgan, tarixda abadiy iz qoldirgan davlat, Buyuk Saljuqiylar imperatorligining hikoyasidir. Xorazmshohlar davlati Markaziy Osiyoda 11-asr oxirlarida yuzaga kelgan eng qudratli turkiy sulolalardan biri edi. Bu davlat bugungi O'zbekiston, Turkmaniston, Eron va Afg'oniston hududlarini o'z ichiga olgan ulkan imperiyaga aylangan. Alovuddin Muhammad davrida Xorazmshohlar o'z kuch-qudratining eng yuqori cho'qqisiga chiqdi. Ammo bu buyuklik uzoq davom etmadi. 1220-yillarda Chingizxon bosqini bu sivilizatsiyani vayronaga aylantirdi. Shunday bo'lsa-da, Xorazmshohlar O'rta Osiyo tarixida ilm, adolat va jasorat timsoli bo'lib qolgan. 13-asrda ulkan Yevrosiyo dashtlarida yangi qudrat ko'tarildi. Bu Oltin O'rda davlati edi. Uni Chingizxonning nabirasi Butuxon barpo etgan. Bu davlat qisqa vaqt ichida sharqdan to g'arbga cho'zilib, dunyoning eng qudratli imperiyalaridan biriga aylandi. Butuxon Mo'g'ul yurishlaridan so'ng Volga daryosi bo'ylarida o'z hukmronligini o'rnatdi. Shu yerda Oltin O'rda davlatiga asos solindi. Uning chegaralari Sibir, Kavkaz, Qora dengiz va Markaziy Osiyogacha yetib bordi. Oltin O'rda lashkari o'z davrining eng kuchli qo'shinlaridan edi. Otliq jangchilarning tezkorligi va intizomi Yevropa davlatlariga qo'rquv solgan. Butuxon qo'shinlari Rossiya, Polsha va Vengriya yerlarigacha yetib bordi. 14-asrda Movarounnahrdan chiqqan bir buyuk sarkarda Amir Temur. U qisqa vaqt ichida butun Markaziy Osiyodan Hindiston, Eron, Iroq va hatto Turkiyagacha cho'zilgan buyuk imperiyani barpo etdi. Temurning harbiy mahorati dunyoni larzaga keltirdi. U intizomli qo'shin, strategik aql va jasorat bilan g'alabadan g'alabaga erishdi. Temur o'z imperiyasining markazi deb Samarqandni belgiladi. Bu shahar ilm-fan, me'morlik va madaniyat markaziga aylandi. 16-asr boshlarida Temur avlodi Zahiriddin Muhammad Bobur Movarounnahrdan Hindistonga yo'l oldi. U o'z jasorati, sarkardalik iste'dodi va ma'rifatparvarligi bilan tarixda yangi sahifa ochdi. 1526-yilda Bobur Panipat jangida g'alaba qozonib, Buyuk Boburiylar imperiyasiga asos soldi. Bu davlat keyingi asrlarda Hindiston madaniyati, san'ati va me'morchiligining markaziga aylandi. Boburiylar davrida Agra, Dehli va Lahore shaharlarida ilm, adabiyot va san'at yuksak darajada rivojlandi. Ayniqsa Humoyun va Akbar davrlarida me'morchilik o'zining oltin davriga kirdi. Usmoniylar imperiyasi 1299-yilda Usmon G'oziy tomonidan Anadolu Kichik Osiyo hududida asos solingan buyuk turkiy musulmon davlati bo'lib, tarixdagi eng uzoq umr ko'rgan imperiyalardan biri hisoblanadi. 15-asrda Sulton Mehmed II Konstantinopolni zabt etib, uni Istanbul deb atadi va imperiya poytaxtiga aylantirdi. Shundan so'ng Usmoniylar tez sur'atlarda kengayib, 3 ta qit'a, Osiyo, Afrika va Yevropani o'z ichiga olgan qudratli saltanatga aylandi. 16-asrda Qonuniy Sulton Sulaymon davrida Usmoniylar davlatining qudrati eng yuqori cho'qqisiga yetdi. Siyosat, san'at, ilm-fan va me'morchilik yuksaldi. Usmoniylar imperiyasi 600 yildan ortiq hukm surgan, islom dunyosining eng buyuk siyosiy va madaniy markazlaridan biri bo'lib, uning merosi bugungi kungacha Turkiya, Bolqon, Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo xalqlari madaniyatida yashab kelmoqda.